Kung Fu Panda. Nega bu oddiy bolalar multfilmi emas? Ko'pchilik Kung Fu Panda deganda kulguli panda, jang sahnalari va bolalar uchun ishlangan multfilmni tasavvur qilishadi. Lekin aslida bu filmda kulgidan ko'ra ko'proq chuqur falsafiy fikrlar yotadi. Qanday dedim? Qanday? Bilmadim. Nega oramizda ko'pgina odamlar o'zida Po obrazini ko'radi? Chunki Po bu bizning o'zimizdir. Po o'ziga ishonmaydi. Atrofdagilar ham unga ishonishmaydi. Hattoki jamiyat uni boshqalarga o'xshamaganligi uchun chekkaga surib qo'yishadi. Lekin film bizga birinchi daqiqalardanoq bitta savolni o'rtaga tashlaydi. Qobiliyat tug'ma bo'ladimi yoki mehnat asosida shakllanadimi? Po kung fu ustasi emas. U sportchi ham emas. Hatto jang qilishni ham bilmaydi. Ammo uning eng katta muammosi kuchsizligi emas. Eng katta muammosi o'zini boshqalar bilan solishtirishidir. Hayotda ham xuddi shunday emasmi? Kimdir yaxshi gapiradi, kimdir tez o'rganadi, kimdir boy oilada tug'iladi. Biz esa doimo nega men unday emasman degan savol bilan yashaymiz. Kung Fu Panda esa bu fikrlash noto'g'riligini film davomida ko'rsatib bera oladi. Har bir insonning o'z yo'li bor. Po hech qachon Taylun bo'la olmaydi. Taylun esa hech qachon Po bo'la olmaydi. Ularning kuchi har xil va aynan shu narsa ularni bir-biridan ajratib turadi. Filmning yana bir asosiy g'oyasi bu ustozning vazifasidir. Shifu boshida Poni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Boshqalarga o'xshatishga harakat qiladi, lekin natija bermaydi. Faqatgina Poning qanday inson ekanligini tushunib yetgandan keyingina u haqiqiy ustozga aylanadi. Bu hayotimizdagi ota-onalar, o'qituvchilar, rahbarlar uchun ham katta dars bo'ladi. Bilaman, bu meni aybim. Beshlikni shug'ullantirgandek shug'ullantirmasligim kerak edi. Endi esa seni shug'ullantirish sirrini bilib oldim. Sonsalar. Judayam zo'r-ku. Film davomida yana bir qiziq obraz mavjud. U ham bo'lsa Taylun. Ko'pchilik uni shunchaki yovuz qahramon deb hisoblaydi. Lekin aslida u noto'g'ri tarbiyaning mahsulidir. Bolaligida unga sen eng zo'risan deb aytib kelishgan. Uni muvaffaqiyatsizlikka tayyorlashmagan. Natijada birgina rad javobining o'zi uning hayotini nafratga aylantirib yubordi. Bugungi kunda ham shunday holatlar ko'p. Insonlar o'z qadrini qandaydir diplom, lavozim yoki muvaffaqiyat ustida quradi va birgina muvaffaqiyatsizlik uning hayotini chilparchin qilib yuborishi mumkin. Taylun ham aynan shunday fojianing qurbonidir. Filmning yana bir kuchli sahnasi esa Ajdarho nomasi ochilgan paytda ro'y beradi. Po ichida qandaydir sehr bo'lishini kutadi, lekin u yerda hech narsa yo'q edi. Ko'pchilik bu sahnani hazil deb qabul qiladi. Aslida esa filmning butun falsafasi shu yerda yashiringan. Hayotda ham biz baxtning formulasini izlaymiz. Kimdir boyib ketish sirrini qidiradi, kimdir esa muvaffaqiyat kurslarini sotib oladi. Kung Fu Panda esa bitta gapni aytadi. Hech qanday maxfiy sirning o'zi yo'q. Sir bu o'zingga ishonish. Sir bu boshqalar bilan emas, balki kechagi o'zing bilan o'zingni solishtirishdir. Sir bu har kuni oz bo'lsa ham oldinga yurish. Sirli masalliqni o'zi yo'q. Hamma gap o'zingda. Po jangda g'alaba qozonishning sababi u eng kuchli bo'lganligi emas, u nihoyat o'zini qabul qilgani uchun g'alaba qozondi. U boshqalarga o'xshashga urinmadi, o'zining kamchiliklarini ham kuchga aylantirdi. Bu esa hayotdagi eng katta saboqlardan biri. Ba'zan biz yashirishga urinayotgan xususiyatlarimiz aynan bizni boshqalardan ajratib turadigan eng katta ustunligimiz bo'lishi mumkin. Kung Fu Panda film davomida yana bir fikrni eslatadi. Ya'ni imkoniyat tayyor odamlarga emas, balki ishonch bildirilgan odamlarga berilishi mumkin. Ukvey Poda hali hech kim ko'rmagan salohiyatni ko'rdi. Agar u ham boshqalar kabi tashqi ko'rinishga qaraganida, Ajdarho jangchisi
hech qachon paydo bo'lmas edi. Hayotda ham xuddi shunday emasmi? Ba'zan bitta insonning sizga ishonishi butun taqdiringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Aslida filmning butun falsafasi Uguening dono maslahatlarida edi. Biz ham filmni yoshligimizda ko'rgan paytimiz shunchaki Poga muxlislik qilganmiz va Uguening mana bu gaplariga e'tibor bermaganmiz. Seni bo'lib o'tgan va bo'lishi kerak bo'lgan narsalar xavotirga soladi. Donishmandlar esa o'tgan ishga salovat, kelgusi ishlar siri sinoat deb aytadilar. Bugungi kuning esa ayni haqiqat. Shuning uchun ham bugun deyiladi. Bu gapni ko'pchilik eshitgan, lekin uning asl ma'nosini ko'pchilik anglab yeta olmaydi. Bizning ham eng katta muammomiz aynan shunda. Ba'zilar o'tmishdagi xatolarni o'ylab yashaydi. Ba'zilar esa hali kelmagan ertangi kuni uchun xavotir oladi. Natijada hamma bugunni esdan chiqaradi. Ugue esa birgina jumla bilan butun hayot falsafasini bizga yetkazib berdi. Bugun sizning eng katta boyligingiz. Uni behuda sarflamang. Yokida bu gapiga quloq solaylik. Ajdaho jangchisi bo'la olmaydi. Bu qandaydir anglashilmovchilik, tasodif. Tasodif ham bo'lmaydi. Demak, menga ham bog'liq. Danagi nimani bu yerga ekaman. Hisob-kitob esa xato emas, ustoz. Shunaqa degan. Har qancha kut, lekin bu danakdan shaftoli daraxti unib chiqmaydi. Axir shaftoli ko'chatini ekib, olma pishishini kutmaysan-ku. Shaftoli qoqi Taylungni mag'lub qilarkanmi? Agar unga ham ishonib, mehr berib tarbiyalasang, maqsadingga yetasan. Bu gap orqali u Shifuga juda katta tanbeh beradi. Ya'ni taqdirdan qochishning iloji yo'q. Peshonada yozilgani baribir amalga oshadi. Shuning uchun Kung Fu Panda bu bolalar uchun ishlangan multfilm emas. Bu o'ziga ishonchni yo'qotgan talabalar uchun film. Bu ota-onasining umidlarini oqlay olmayapman deb o'ylab yurgan yoshlar uchun film. Bu ish topolmay qiynalib yurganlar uchun film. Bu o'zini boshqalar bilan solishtirishdan charchaganlar uchun film. Va eng muhimi, bu film bizga bitta haqiqatni eslatadi. Sizni o'zgartiradigan hech qanday varoq yo'q. Sehrli ustoz ham yo'q, sehrli formulalar ham yo'q. Ammo sizda bir narsa bor. Bu ham bo'lsa o'zingiz. Ba'zan esa aynan shu narsa sizning g'alaba qozonishingiz uchun yetarli bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, tafakkur qilishdan to'xtamang.